Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar. Siz bizni kuzatib boryapsizmi? Unda yaxshi. Bugun biz Baxt shahridagi bozordan turib sizlarga chiroyli video lavha qilmoqchimiz. Bugungi videomiz umuman noodatiy bo'ladi. Hech kimning xayoliga kelmagan. O'sha bizni taksimizdan foydalanayotgan mijozlarimiz uchun chiroyli yangilik qilmoqchimiz. Mana ketdik. Şurada Hops qancha bo'ldi? 6 kilo bo'ldi, 5 ming. Maydan 5 ming yana. Ketib bozor 6 mingdan 5 ming lira. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz mana bozorga kirib, bozordan 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, 2 kilo sabzi qilib bozorlik qildik va hozir o'sha bizni taksimizdan foydalanayotgan mijozlarimizga xudo xolasa bonus tariqasida hozir orqalaridan poylab borib, qaysi haydovchi buyurtmani olganini farqi yo'q. Kuzatib turib haydovchilarimiz taniymiz. Shu orqali qaysi haydovchi olib ketayotgan bo'lsa orqasidan borib, xudo xolasa o'sha sovg'alar topshiramiz va bu narsada har doimgidek Bobur menga yordamchi bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz bozorda orqasida turib poylab turibmiz, ko'ramiz qaysi bir haydovchimiz buyurtma olib mijoz bilan ketayotgan vaqtda Boburjon bilan birga orqasidan bosamiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana biz hozir haydovchimiz mijozini olib chiqdi. Imona saloni degan buyurtma tushganda programmamizdan ko'rib, o'sha haydovchimizni zakaz olganini ko'rdik va o'sha Imona salonining oldidan mijozini olib chiqdi ekan. Bugungi bonus egasi deyishadi-ku, xudo xolasa bonus egasini aniqlaymiz. To'g'rimi Boburjon, nima deysiz? To'g'ri. Orqalarida mana kuzatishda davom etyapmiz. Yuramiz. O'tdik. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana hozir mijozimiz bilmayman qaysi tomonga ketyapti. Uzoqroqqa deyman deb menimcha. Mana biz to'yxonaga ketishyaptimi? Turon to'yxonasiga keldik, mana Turon. To'yxonada qanday beramiz endi? Beraveramiz. Xalqdan uyaladigan joyimiz yo'q dedi. Mana shunday. Mana keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Ketib qolmaysizlar 1 daqiqaga. Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Bizni sizlar to'yga kelayotganlaringizni bilmadik biz. Olib keling. Biz orqalaringni poylab kelyapmiz. Biz taksimizni zakaz qilgan mijozlarimizga sovg'a berayotgandik, bonus. Faqat ro'zg'orga ishlatadigan produkt edi. Endi to'yxonadan olib ketasizlar. Kompaniyamiz nomidan. Sizlarga bonus. Ro'zg'orga ozgina ermak qilasizlar. Haydovchimizda ham xabari yo'q, mana xabaringiz bormidi yo'qmidi? Orqalaringdan kuzatib, mana sizlarga bir ozgina bo'lsa ham biz taksimizdan foydalanayotganlaringga bonus qilgandik. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Aka, sog'laringiz yaxshimi? Charchamasizmi? Orqangizdan poylab kelganimizdan shubhalandingizmi yo'qmi? Ko'rdim sizlar nimani planlashdi, qanaqa surpriz bor ekan deb. Sezdingizmi? Yo'q, mijozlarimiz to'yxonaga kelganda sal bizda ham noqulay ahvol solib qo'ydi. Biz aslida bitta mijoz bo'lish kerak edi. O'sha bitta mijozga sovg'amizni uyiga yetib borganda shu ro'zg'origa ozgina kartoshka, piyoz, sabzi deganda berishimiz kerak edi. Boburjon bilan birga orqangizdan poylab shaqacha keldik. Charchamang akajon, ishingizni rivojini bersin. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p, bo'ladi.